olti ariqqa arkalarimiz bor. Arka karnizlarimiz, profillarimiz, kosmoslarimiz bor. Bitta ko'rib, o'zingizlar baho berasizlar, tayyorlab berganmiz. Xo'p. 45 gradusli ko'rinishi ash holatda tayyor bo'ladi. Karnizimiz, bu xil orqalari ham. Bunisi qirrali tiyagamiz. Bu yerda 45 gradusli ikkinchisi va ikkita oldidan qo'yish uchun profili bor. Arkaga profili shunaqa holatda, chiroyli holat bo'lib chiqadi. Rasmini qo'yib qo'yaman, ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Ikkita kosmosi bor. Puntlari bor. 1 2 3 4 8 bo'lsa 12 xil rangda podsvetkalari bor. Mana ikkinchisi ikkita bo'lgan. Xudo xolasa tayyor. Kimga mana shunaqa kosmos yoki arka tuniki, arka profnastil yoki arka slip kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqaga chiqib olasizlar, chiroyli qilib tayyorlab dastavka qilib beramiz. Kelishilangan holatda orqasi profildan yig'ilgan 100%li, ledlari silovoy ichida hisoblanadi, tashqariga qo'yilmaydi. Uстановkasi ledni olib turib o'rnatadi. Bu o'rtadagi laganchasida ikkita samareza turadi. Unisini yechib turib o'rnatib olaveradi bemalol. Aloqaga chiqib olasizlar, chiroyli qilib tayyorlab, xudo xolasa yetkazib beramiz. Sizlar bilan o'sishiradi.